Assalomu alaykum. Xayrli oqshomlar, sevgili do'stlarimiz, omonmisiz? Mana yana kunni juda ham chiroyli o'tkazib, barakali o'tkazib, sevimli jamoamiz bilan sizni qarshingizdamiz va bugun o'zini isloh qilish marafonini ikkinchi kuni, ikkinchi mavzusi. O'ylaymanki, kechagi mavzudan keyin juda ham ko'pchiliginglar uy vazifalarini bajardinglar, chunki ko'pchiliginglar mana Instagramdan direktlar to'lib ketdi, rosa xat-xabar keldi. Mana Telegramdan akkauntlarimizga yozishdi. Hammalarga juda ham katta minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Aynan shu marafonimizga qiziqish bildirganinglar uchun. Hozir men shunday mana Telegramdagi bizning guruhimizda yozish imkoniyatini ochib qo'ysam, ozgina tak. Suhbat qilardik. Bo'ldi. Ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Barcha assalomu alaykum deb yozayotgan azizlarimizga va alaykum assalom, omonmisiz? Mana tinimsiz yurakchalar yuboryapsizlar. Assalomu alaykum deb. Va alaykum assalom. Kim bizni qayerdan kuzatyapti? Yozasizlarmi? Kim hozir qayerdan bizni kuzatyapti? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom, rahmat. Va alaykum assalom ustoz deb yozibsizlar. Ovozimiz bormi? Ovoz yaxshimi? Bizda ovoz juda ham yaxshi ko'rsatyapti. Ovoz yaxshi bo'lsa, qo'shuv belgisini qo'ysanglar. Andijondan. Rosa Andijondan ko'p ekan-ku. Ovoz bor. Buxoro, Namangan, Pop. Buxoroliklar, xudo xolasa dushanba kuni, inshaalloh, xudo xohlasa dushanba kuni Buxoroga uchrashuvga boraman. Jonli maktablarimizdan biri Buxoro shahrida ochilishi aniq bo'ldi. Shuning uchun shu jonli maktabimiz, 3 oylik jonli maktabimizni ilk qaldirg'och o'quvchilari bilan Buxoroda dushanba kuni uchrashamiz, inshaalloh, xudo xolasa. Buxoro, rosa ko'p Buxorodan. Rosa Buxoro, juda ham yaxshi. Qarshidan, Toshkentdan, mashalloh, Toshkentdan. Nur yuzli ustozam, yaxshimisiz? Rahmat. Farg'onadan, ovoz yaxshi. Urgutdan, juda ham zo'r. Yangi yo'ldan. Sizni juda ham yaxshi ko'raman ustoz, rahmat mehr uchun. Andijon universitetimizga kelganingizda xursand bo'ldik. Biz talabalarga zo'r maslahat berdik. Rahmat. O'zimga ham juda ham yoqdi Andijondagi universitet. Juda ham yaxshi. Xo'p, kelinglar hozir biz sizlar bilan fikringlarni bilmoqchiman. Kechagi birinchi darsdan kim nima vazifalarni bajardi? Lobar qo'llarini ko'taryaptilar. Marhamat, Lobarxon, aloqadasiz. Assalomu alaykum. O'shdan, O'sh. Navoiydan salomlar. Va alaykum assalom. Boringizga shukr, rahmat. Qo'qondan rahmat. Lobarxon, assalomu alaykum. Aloqadasiz, marhamat. Alo. Labbi eshitibamiz sizni. Assalomu alaykum. Lobarxon, gapirishingiz mumkin? Xo'p, Yulduz Xudoynazarova, marhamat, Yulduz Xudoynazarova. Xudoyorovna ekan. Yulduz Xudoyorovna, marhamat. Assalomu alaykum, Aziza opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zingizni tanishtiring. Qayerdan bizni kuzatyapsiz? Samarqanddan kuzataman. Yaqin 6 yil davomida sizni kuzataman. Har doim bepul kurslaringizga qatnashaman. Hech ham meni chaqirmasdingiz. Birinchi marta juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Juda ham xursandman. Rahmat. Kecha birinchi kunga kirdingizmi marafonni birinchi kuniga? Kecha birinchi kunga kirdim. Undan tashqari ham darslaringizni
to'rt martalab eshitib chiqdim. Faqat yozishga ulgurmadim, lekin o'zimda keraksiz narsalarni chiqarib tashlashim kerakligini bildim va qaysi narsalarligini ham tayinlab qo'ydim, lekin hali chiqarganim yo'q. Taxlab qo'ydim. Endi uni tashlab yuboradigan narsa emas, u kimgadir beradigan narsa ekanda. Shuning uchun albatta. Bu yerda juda ham to'g'ri. Biz bu yerda chiqarib yuboradigan narsa deganda nima deydi? Tashlab yuboradigan narsani tushunmaymiz. Rahmat sizga kattakon Yulduzxon, mana hozir Qoraqalpog'istondan. Aloqa, demak aloqa, mayli. Rahmat shunchalik aloqaga chiqqaningizga. Hamma Javohirning onasiman, juda ham xursandman. Bandaman qo'shig'ini aytganlar o'g'illari. Juda ham xursandman. Xo'p, ovoz yaxshi bo'lmasam, kelinglar, nima deydi, xayrli oqshom Aziza xonim deblar, xayrli bo'lsin, rahmat sizlarga. Hozir mana yig'ilib oldik. Endi kelinglar bugungi mavzuyimizni boshlaymiz va har doimgidek ozgina yozish imkoniyatini yopib turaman, to'g'ri tushunasizlar. Chunki fikrlarimiz ozgina chalg'imaydi va bemalol dars o'tib olamiz. Chunki sizlarga men tayyorlagan ma'lumotlarim judayam katta. Ularni fikrlarimizni bo'lmasdan sizlarga aytgim keladi. Bir daqiqa, hozir Telegramda bo'ldi. Ovozlar yaxshi, aloqalar yaxshi, hammasi va biz endi boshlaymiz. Rahmat, yurakchalar uchun ham rahmat kattakon. Xo'p. Bugungi bu yerdan ham hozir Instagramdan ham kommentariyani o'chirib qo'ydik, bo'lmasam boshlaymiz. O'zini isloh qilish marafonimizning ikkinchi kuni niyatning kuchi degan mavzu bilan davom ettiriladi. Aziz marafonimizni ishtirokchilari, bugun niyatning kuchi haqida sizlar bilan gaplashamiz. Niyatlarimiz kelajagimizni shakllantirishi haqida deyarli har birimiz eshitganmiz va mana shu bilganlarimiz, eshitganlarimizga negadir har doim ham amal qilavermaymiz. Bugun esa aynan biz mana shu niyatni haqiqiy kuchi nimada ekanligini va mana shu niyatimiz orqali qanday orzularimiz amalga oshishi mumkinligini bugun sizlar bilan o'rganamiz. Juda ham ko'p paytlarda mana shu to'xtanglar bir daqiqa. Juda ham ko'p auditoriyaga borganimda aynan niyatning kuchini tushuntirayotganimda ko'pchilik insonlar men bilardim buni, men bu haqida eshitgandim, lekin qarang baribir tez esimdan chiqib qoladi deyshadi. Shuning uchun biz o'zini isloh qilish marafonida niyatning kuchiga to'xtalmasdan o'tib keta olmadik, chunki buni kuchidan juda ham ko'pchiligimiz to'g'ri va to'laqonli foydalanmaymiz. Keling, shu marafon bahona niyatni asl kuchi nimadaligini va undan qanday qilib to'g'ri foydalanish mumkinligi haqida bilib olamiz. Niyat insonning qalbidagi ichki yo'nalishdir. U hayotimizning har bir jabhasiga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Psixologlar ham, diniy mutaxassislar ham bir narsani ta'kidlashadiki, niyatlarimiz ongli va ongsiz darajada harakatlarimizni boshqaradi. To'g'ri qo'yilgan niyat muvaffaqiyatning asosiy kalitidir. Dinimizda ham bandamning gumonidaman deb bekorga Alloh aytmaydi. Demak, o'sha bizni qalbimizdagi niyat qay yo'nalishga belgilangan bo'lsa, harakatlarimiz ana o'sha yo'nalishga bizni yetaklab ketadi. Niyat faqatgina xohish emas, balki juda ham chuqur va aniq maqsad sari yo'naltirilgan ichki qaror hamdir. U qalbning haqiqiy istagi bilan bog'langanda ajoyib natijalarga erishish mumkin. Chunki niyatda nimada eng yaxshi yana bitta kuchi borki, u bizni his-tuyg'ularimiz bilan bog'langan. Bizni ongimizdan o'tayotgan fikr, bizni yuragimizdan chiqayotgan his-tuyg'u bilan bog'langanida u ma'lum bir qudratga, kuchga ega bo'ladi.
Shuning uchun ham niyatni kuchli emotsiyada, chin dildan xursand bo'lib aytganingizda ham u juda tez amalga oshadi. Yoki birovdan qattiq ranjib, shunday dilingiz g'amga to'lib, bitta yomon narsani niyat qilib qo'ysangiz, u ham o'sha zahoti o'sha odamni hayotiga kirib keladi. Shuning uchun biz niyatlarimizni nihoyatda ehtiyotlik bilan ishlatishni o'rganishimiz zarurdir. Qadimgi donishmandlar aytishganidek, fikrlaringizga e'tibor bering, ular so'zlarga aylanadi, so'zlaringizga e'tiborli bo'ling, ular harakatlarga aylanadi. Harakatlaringizga esa ikki hissa e'tibor bering, ular odatlarga aylanib qoladi. Odatlaringiz esa o'z navbatida xarakterga aylanadi. Xarakteringizga e'tiborli bo'ling, sababi u taqdiringizga aylanadi. Ana shunday birgina niyatdan zanjir bo'lib, taqdirimiz ham ma'lum bir jabhalarda o'zgarishi mumkin ekan. Niyatlarimiz fikrlarimizni shakllantirib beradi. Fikrlarimiz esa hayotlarimizni. Shuning uchun ham o'zgarishlarni aynan aniq va to'g'ri niyatdan boshlash kerak bo'ladi. Endi keling biz niyatni uchta tarafdan o'rganamiz. Birinchi uni lug'aviy ma'nosi nima o'zi tushunib olamiz. Keyin ma'naviy ma'nosini, keyin niyatga ilmiy qanday qaralishini o'rganamiz. Demak, birinchi lug'aviy ma'nosi niyat nima degan ekan? Niyat kishining biror ish, harakatni bajarishga qaratilgan qasdi. U aniq maqsadga yo'naltirilgan ongli qaror. Arab tilidan olingan bu so'z qasd qilish yoki maqsad qilish ma'nosini anglatib beradi. Hayotimizning har bir qarorida niyat avval paydo bo'ladi, keyin harakatga aylantiriladi. Bu lug'aviy ma'nosi. Endi ma'naviy ma'nosi nima? Niyatning tozaligi amallarning qabul qilishida muhim omildir. Ya'ni bizni niyatimiz qanchalik toza bo'lsa, uni amalga oshishi, qabul bo'lishi shunchalik muhim bo'ladi. Qalbdagi sof niyat ibodatning qadrini oshirib beradi. Endi qarangki, shariatda amallar niyatga bog'liqdir degan muhim hadis mavjud bo'lib, u barcha ishlar niyatga qarab bajarilishini yana bir barobar bizga ko'rsatib beradi. Endi ma'naviy yo'lda niyat maqsadlar xaritasini bir chiroyli chizgilari bo'lib xizmat qiladi. Har birimiz maqsading nima deymiz? Shu maqsaddan oldin har doim esingizda tursin, niyat tug'iladi. Endi niyatga ilmiy qarash bor. Psixologiyada ichki motivatsiya sifatida o'rganiladi. Inson xatti-harakatlarini belgilovchi muhim psixologik jarayon. Neyrofiziologik jihatdan qaraganda niyat miyaning prefrontal qismida shakllanadigan kognitiv jarayon hisoblanadi. Zamonaviy psixologiya niyatni maqsadga yo'naltirilgan ongli fikrlash deb qabul qiladi. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, aniq ifodalangan niyat maqsadga erishish ehtimolini 5-6 barobarigacha oshirib beradi. Endi niyat qayerdan paydo bo'ladi degan savol tug'iladi. Har birimizda niyat insonni ruhiy, aqliy va bugungi kundagi dunyoviy dunyoqarashlaridan kelib chiqadigan juda ham murakkab jarayondir. U bir nechta manbalardan oziqlanadi. Demak, bitta niyat tug'ilishdan oldin bir necha manbalardan oziqlanar ekan. Hozir bismillah. Birinchi oziqlanadigan manbasi u qalb. Demak, niyat birinchi bizni ichki tuyg'ularimizdan va qadriyatlarimizdan ozuqa oladi. Masalan, siz biron bir natijaga chiqmoqchi bo'lsangiz, halollik bilan, to'g'rilik bilan, vijdonan yondashuv bilan ishlayman degan niyatingiz bo'lsa, demak sizni qadriyatlaringiz qalbingizda mana shular joylashgan. Endi ikkinchisi aql bilan.
ongli, fikrlidir, mulohaza qiladi, kimlar bilandir maslahatlashadi va aqli bilan o'ylab bo'lgandan keyin albatta jamiyat sotsiumga murojaat qiladi. Mana shu niyati shu jamiyatda qabul qilinarmikin, odamlarga ma'qul kelarmikin, birov ustimdan kulmasmikin, shu niyatimni amalga oshirsam, odamlar nimadirkin, yaqinlarimga, oilamga foydali bo'larmikin degan hamma savollarga javob tug'ilgandan keyin niyat paydo bo'lar ekan. Niyat tushunoldik. Niyat 3 ta joydan ozuqalanadi va paydo bo'ladi. Birinchisi qalbimizdan, ichki tuyg'ular va qadriyatlarimizdan, ikkinchisi aqlimizdan, ongli ravishda o'ylaymiz va uchinchisi oilamiz, jamiyatimizdagi fikr va mulohazalardan paydo bo'ladi. Endi qanchalik sizni yuragingizdagi qadriyatlaringiz, qalbingizdagi qadriyatlaringiz, his-tuyg'ularingiz ongingiz bilan hamohang bo'lsa, bir-biriga qarama-qarshi bo'lmasa, yana sizni oila a'zolaringiz ham mana shu qadriyatlarga bir xil uyg'un bo'lsa, sizga naqadar omadli ketdi, bu niyatingizni butun oila a'zolaringiz qo'llab-quvvatlashadi. Misol uchun ziyoli xonadon, hamma bu xonadonda o'qigan, oliy ma'lumotli, o'zini qalb kasbini topgan va shu xonadondagi farzand ham o'zini oliy ta'limga borishi, til o'rganishi, niyat qilishida qalb kasbini erkin ayta olishi, shu uchun harakat qilinishi albatta oila a'zolari tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mana shu joyda demak o'sha yosh qizni yo yigitni deylik, oila a'zolari ham qo'lladi. Uni ongli ravishdagi qarorini ham to'g'ri tushunishdi. Qalbidagi his-tuyg'ulari ham oilasiga hamohang keldi. Mana shunday bir-biriga mos bo'lgan, ongida ham, aqlida ham, his-tuyg'ularida ham, oilasida ham qarama-qarshi bo'lmagan niyatlar bir-biridan, ya'ni oila a'zolaridan ham quvvat oladi. Voy, yaxshi o'ylabsan, baraka top, g'aladiyet, seni qo'lingdan keladi, albatta qilgin, nima yordam degan podдержкani oladi va qarabsizki, niyatni amalga oshirish yana ham oson bo'ladi. Xo'p, niyatni birinchi mana paydo bo'lishini bilib oldik. Mana endi bizani mana shu niyatimizni eng kuchli manbai haqida alohida to'xtalib o'tirsak. Bu qalb va ixlos ekan. Niyat juda mana shu qalb va ixlosdan kuchli ozuqa oladi. Agar insonni qalbini sofligini alohida to'xtalib o'tamiz hozir. Qalbini sofligi niyatni ekologik, ijobiy bo'lishligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Agar insonning qalbi sof bo'lmasa, qalbida og'irliklar bo'lsa, yuklar bo'lsa, kechirilmagan holatlar bo'lsa, kimnidir g'azabida, kimnidir alamida, kechira olmagan holatida yurgan bo'lsa, demak qalbda kirlik bor, og'irlik bor. Ertaga o'tadigan mavzuyimiz albatta mana shu qalb sofligiga javob beradigan mavzu bo'ladi. Mana shu sof qalbda tug'ilishi niyatni kelajakda sof amallar paydo bo'lishiga ta'sir qiladi. Agar insonning qalbi sof bo'lmasa, uni ichida g'araz bo'lsa, hasad bo'lsa, kechirmaganlik bo'lsa, niyat sof bo'lmaydi, natija ham insonlarni xafa qiladi. Sof qalb to'g'ri niyatga asos bo'la oladi. Qalbdagi g'arazlar niyatning samarasini va foydasini pasaytirib qo'yadi. Qalb sofligi nafaqat shaxsiy manfaatlarga, balki atrofdagilarga, oila a'zolarimizga, vatanimizga ham ijobiy natija olib keladigan niyatlar tug'ilishiga sabab bo'ladi. Masalan, bir inson mana kechagina konsultatsiyaga keldi, til o'rganayotgan ekanlar, 5 xil til. Baravariga tillarni oson o'rgatish metodikasini ham yozayotgan ekan. Aytdilar, "Voy, men shunaqa oson o'rganishni bilib oldim va o'rgatishni hozir o'rganmoqman. Ertaga shunaqa oson o'rgataman tilni, hamma bemalol o'rganib oladi." Qarang, niyatni hamma bemalol o'rganib oladi. Demak, o'sha bolani qalbi sofda, o'zi o'rganayotgandan xursand, atrofidagilarga ham o'sha yengillik berishini tabiiy ravishda o'ylayapti. Qalbdagi afsuski salbiy tuyg'ular, hasad, g'azab,
kek niyatni asl tabiatini buzib qo'yadi va afsuski uni zaharlaydi. Va bu tuyg'ulardan ozod bo'lish faqat va faqat keyingi niyatlarimizni tozaligiga xizmat qiladi. Shuning uchun qalbni sofligi haqida ertaga bo'ladigan darsimizda hammanglar ishtirok etishinglarni juda tavsiya qilgan bo'lardim. Endi yana biz bir e'tibor beradigan joyimiz shu bo'lishi kerakki, albatta bizda niyatda ixlos muhim. Nima deydi? Bir niyatni, ya'ni o'sha ongli o'ylangan fikrni xolis, samimiy bir ixlos bilan yuragimizga joylasak, mana shu samimiy energiya bilan u parvarishlashni boshlaydi. Yana bir sirni ochaman. Ixlos bilan qilingan har bir niyatda baraka bo'ladi. Ya'ni o'sha niyat ko'payib amalga oshadi. Shuning uchun ixlos bilan shu niyatim inshaalloh amalga oshadi. Shu niyatim Xudo xolasa amalga oshsa, mana shuncha insonlarga yaxshilik bo'ladi degan ixlos va qalb sofligi doim yonma-yon yuradi. Bu barakani chaqirib oladi. Endi qarangki, ilmiy tadqiqot ham o'tkazishdi bu borada. Ilmiy tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, samimiyat bilan qilingan niyat ishlarni muvaffaqiyatini bir necha barobarga tezlashtirib beradi. Agar niyatingizni sekin amalga oshmasdan tezda amalga oshishini xohlasangiz, unga albatta ixlos qo'shishingiz zarurdir. Ana endi niyatni 3-kuchli amalga oshishiga yordam beradigan manba bu ruhiy muvozanat deyiladi. Ya'ni ichki muvozanat, sizni ichki xotirjamligingiz, ichki garmoniyangiz sizni niyatingiz tez amalga oshishiga yordam bo'ladi. Ichki muvozanat, ya'ni garmoniya samimiy niyatlarga yo'l ochadi. Masalan, siz xotirjam holda faqat ijobiy niyatlarni qilasiz. Yuragingiz o'ynab, shoshib, kimdandir jahli chiqib turganda hech qachon bir yaxshi niyatlarni samimiyat bilan o'ylab chiqara olmaysiz. Endi tinch va xotirjam, sokin qalb xolis niyatlarni tug'dira olar ekan. Qarang, qanaqangi bir chiroyli gapi, tinch va sokin qalbgina xotirjam va xolis niyatlarni tug'dira oladi. Shuning uchun xolis, hammaga yaxshilik qiladigan niyatlaringiz tug'ilishini xohlasangiz, o'zingiz avval tinchlanib olishingiz zarurdir. Ruhiy muvozanatga erishish uchun muntazam ravishda albatta o'zimizni anglash, qalbimizni tozalash, hasaddan, kekdan, nafratdan uzoqroq yurishimiz zarur bo'ladi. Xullas, ertangi darsimiz juda bir qizg'in bo'ladi, chunki ertaga biz mana shu qalb sofligi haqida gaplashamiz. Shuning uchun ham albatta ertaga kelishinglarni tavsiya qilaman. Endi mana shu niyatni ham o'ziga yarasha haqiqiy kuchlari bor. Keling, hozirmasidagi niyatning kuchi haqida gapirib beraman. Xo'sh, niyatning qanaqa kuchi bo'lishi mumkin? Birinchisi, maqsadga erishish degan uni kuchi bor. To'g'ri qo'yilgan niyat maqsadga erishish ehtimolini bir necha barobar oshirib beradi. Psixologik tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, aniq va ongli ravishda shakllantirilgan niyatlar bilan harakat qilgan inson o'z maqsadlariga erishishga 5 barobargacha samarali natijaga erishadi. Ahamiyat bering. Biz shunchaki mana hozir maqsadlar yozishni o'rganamiz, to'g'rimi? Maqsad to'g'ri qo'yib olamiz, kollajlar qilamiz, maqsad daftar tutamiz. Lekin undan oldin bizni niyatimiz nimadan suv ichyapti? Qayerda paydo bo'ldi? Sof qalbdami yoki kirlangan qalbdami? Xolismi niyatimiz yoki ixlos bilanmi? Mana shu shartlar bajarilmasdan turib shunchaki maqsad qo'yib yuborilsa, u maqsad yo kechikadi, yo biz xohlagandek amalga oshmaydi. Endi ayni biz xohlagandek maqsad amalga oshishi uchun albatta niyatni xolisligi, qalbni sofligi, tozaligida va ixlosni borligi muhim rol o'ynaydi. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Bu niyatning kuchi yana nima ekan?
Niyat agar to'g'ri qo'yilsa, aniq qo'yilsa, u hayotimizga to'g'ri yo'nalish berar ekan. Ya'ni yo'ldan adashmaysiz, vaqtingizni zoya ketkazmaysiz. Ana shunisi bilan u qimmatli. Men buni qilib ko'rdim, o'xshamadi, endi men buni boshlayman demaysiz. Bittada aniq niyat bo'lgandan keyin o'sha ishingiz bittada natija beradi va yo'nalishingizdan adashib ketmaysiz. Aniq niyat hayotda to'g'ri yo'nalishni tanlashingizga va o'shandan og'ishmasdan yurishingizga yordam beradi. Hayotning qiyin, noaniq davrlarida to'g'ri shakllantirilgan va to'g'ri qaror qabul qilingan niyat orqali inson juda ham qiyin vaziyatlardan ham oson chiqib keta oladi. Tasavvur qiling, siz boshingizga juda ham qiyin ish tushdi. Mana bugun bitta konsultatsiyaga bir ayol keldilar. Ajrashish ostonasida nima qilay, yarashaymi, ajrashaymi-da, mana shu joyda nima qilay degan savollar turibdi. Qiyin, taqdir yo'lida chalkashlik, yashay desa alamini kechira oladimi yo'qmi uni bilmaydi. Ajrashay desa ikkita bolasi kechasi bilan adalab yig'lab chiqyapti. Ana endi shu joyda u to'g'ri yo'nalish olishi uchun nima qilish kerak? Niyatini sofligiga, xolisligiga va unda ixlos borligiga qarash kerak. Bunday niyat paydo bo'lishi uchun oldin qalbini tozalash kerak. Ko'rdingiz, niyat shunchaki o'tirib olib bo'ldi, men buni niyat qildim, ajrashishni niyat qildim, yarashishni niyat qildimdan tug'ilmaydi. Niyat haqiqiy kuch bilan tez amalga oshib ishlashi uchun uni o'ziga yarasha shartlarini bajarishimiz zarur ekan. Mana endi o'sha biz bugun kelgan mijozimiz bilan ularni haqiqiy niyatlarini o'rganib chiqdik va niyatlarini o'sha sof qalbdan chiqish kerakligini, niyatda xolislik, boshqalarga ham yaxshilik bo'lishligini tushunganlaridan keyin, o'z niyatlari bilan kelajaklariga ta'sir qilishlarini tushunganlaridan keyin niyatlarini to'g'riladilar va inshaalloh tez kunlarda yaxshi ijobiy natijalar oladilar deb ishonamiz. Endi niyat yana bizga qanday kuch bilan ta'sir qiladi? U himoya qiladi. Halol niyat chalg'ituvchi, yo'ldan ozdiruvchi, fikrlarimizni buzuvchi tashqi ta'sirlardan saqlaydi. Bizni turli salbiy tashqi ta'sirlardan himoya qilib, ma'naviy muvozanatni saqlashimizga, ya'ni bir so'z bilan aytganda, sof niyat sizni haromdan asraydi. Sof niyat birovni aldashdan to'xtatadi. Sof niyat vijdonsizlik qilishdan, birovni haqqini yeyishdan to'xtatadi. Mana shu bilan sizni sof niyat shundoq himoya qilib oladi. Shuning uchun niyati sof bo'lgan odam birovga yomonlik qila olmaydi deyilgan gap bekorga aytilmagan. Endi qarangki, 4-chi haqiqiy niyatni kuchi nimada bo'ladi? Bu uni ishonchda. Niyatni sofligi o'ziga va boshqalarga bo'lgan ishonchini oshirib beradi. Sof niyatli insonlar atrofdagilar tomonidan ko'proq hurmatga sazovor bo'lishadi. Ishonchli odam sifatida tanilishadi. Uni niyati to'g'ri. Hech kimga yomonlik qilmaydi. Men unga ishonaman degan gapni o'zingizlar ham eshitgansizlar, to'g'rimi? Demak, qancha niyatimiz sof bo'lsa, shuncha hurmat e'tiborimiz to'g'ri bo'ladi. Keling, hozir biz sizlar bilan to'g'ri qo'yilgan niyatlarga misollar keltiramiz. To'g'ri qo'yilgan niyat inson hayotini barcha jabhalarida ijobiy natija olib keladi dedik. Mana hozir men sizga bir nechta misollar aytaman. Shu misollarni ko'rib chiqaylik va ularni hayotingizga ham tatbiq qilishingiz mumkin. Xo'p, birinchisi hunar o'rganish. Rizq topish va boshqalarga naf keltirish niyatida hunar egallash ijobiy natijalarga albatta olib keladi. Chunki halol kasb bilan shug'ullanish insonni o'z-o'zini hurmat qilishini oshiradi va jamiyatdagi obro'sini va mavqeini mustahkamlaydi. Va shu bilan birga uni hunaridan boshqa insonlar ham manfaat ko'rishadi. Masalan, deylik, u tikuvchi, voy baraka topsin, biram chiroyli qilib ko'ylak tikibdi, mazza qilib kiyibman. Ko'rdingiz, uni hunaridan, to'g'ri, u pulini to'lab oldi ko'ylagini, lekin baribir shu ko'ylakni har safar kiyganda, voy yaxshi ham oldim,
biram yaxshi chiqqana deb o'sha odamni duo qiladi va u odam o'zini kasbidan keyinchalik ham pul topishdan tashqari boshqalardan duo olish imkoniga ega bo'ladi. Endi ikkinchi yana keyingi niyat sog'lom turmush deylik. Oilaga va jamiyatga foydali bo'lish niyatida sog'lom turmush tarzini yuritish. Bu niyat tufayli inson o'z salomatligiga e'tibor qaratadi, zararli odatlardan voz kechadi, uzoq va sermazmun hayot kechiradi. Biz bilamizki, har bir inson vatanimiz uchun muhim. Har bir. Siz ham muhimsiz vatanimizga, siz ham keraksiz. Siz uchun ham vatanimiz jonini berib sizni himoya qilib oladi. Deylik, biron bir chet elda biron bir fuqaroyimiz boshiga baxtsiz tushib qolsa, birinchi bo'lib yordamga keladigan bu bizning posolstvamiz. Bizni o'sha pasportimiz bormi, O'zbekiston fuqarosiman degan, demak biz vatanimizga kerakmiz. Ana endi biz vatanimizga sog'lom bo'lsak, baxtli bo'lsak, ikki karra foydali bo'lgan bo'lamiz. To'g'ri, biz kasal bo'lsak ko'chaga otib yubormaydi xalqimiz, lekin sog'lom bo'lsak, qo'limizdan ish kelsa, hunarli bo'lsak, vatanimizga foydamiz tegadi. Foydamiz tegsa, demak vatanimiz ham rivojlanadi. Shuning uchun har bir odam o'zini asraganida salomatligini, faqat o'zimni tanam og'rimasin, kasal bo'lmay deb emas, mani sog'lom hayot kechirishim bo'ldi, tiklandi aloqalarimiz, alhamdulillah. Bo'ldi, tiklandi. Mana Telegramda ham 555 ta aziz kuzatuvchilarimiz eshitishyapti. Xo'p, ana endi keling yana bitta niyatni misol qilib beraman. Masalan, tadbirkorlik. Tadbirkor bo'lmoqchi bir ayol. Yaqinda bir ayol keldilar, "Men dedilar, tikuvchilik sexini ochmoqchiman." Xo'p, bundan nima foyda? Qanaqa niyatda ochmoqchisiz? Voy, bizning mahallamizda 10 ta kelin beish o'tiribdi. Men ularni ish bilan ta'minlayman. Ham ular xursand, ham men xursand. Qarang, niyatda boshqalarga ham yaxshilik qilish bo'lgani uchun ham o'sha 10 ta inson xursand bo'ladi. Sizning niyatingiz amalga oshishiga ularni xursandchiligi ham yordam beradi. Ana shuning uchun biz albatta niyatlarimizni to'g'ri qilib olishimiz zarur ekan. Keling endi biz siz bilan salbiy va noto'g'ri niyatlar bilan tanishib olamiz. Qanday niyatlar noto'g'ri va salbiy niyatlar hisoblanadi? Birinchisi, g'arazli maqsadlar. Boshqalarga zarar yetkazish yoki shaxsiy manfaat uchun qilingan xatti harakatlar. Masalan, biron bir odam uni hayotida boyishiga, ishlashiga go'yoki xalaqit beryapti, kelisha olmayapti. O'sha odam ustidan yozadi, tuhmat qiladi va yomonlik qiladi. Bir hech esdan chiqmaydi, bir mahallaga borganmiz, sovchilikka. O'shanda bir qo'shni chiqib maqtadi, ikkinchi bir qo'shni chiqib o'ylab ko'ringlar dedi. Uni o'ylab ko'ringlar degan gapidan boshqa bir qo'shni eshitib qolib, quloq solmanglar, ular ushib qolishganda, shuning uchun shunaqa deyapti. Ko'rasiz, g'arazli maqsad shunaqaki, uni ota-onasi ushib qoldi, men uni qizini yomonlab yuboray degan g'arazli maqsad, ya'ni shuni qizini to'yi bo'lmasin, baxti ochilmasin degan g'arazli maqsad. Mana shunaqalardan Alloh o'zi asrasin. Ikkinchi noto'g'ri niyatli insonlar kimlar bo'ladi? Ular ikkiyuzlamachi insonlar. Siz oldingizda sizga yaxshi gapiradi, lekin sizni orqangizdan riyokorona niyat qiladi. Masalan, "Voy, zo'r qilibsan" deydi, orqangizdan qilganini qara deydi. O'sha sizni qilmoqchi bo'lgan ishingizni yomonlaydi, rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, hasad qiladi ichidan. Va qarabsizki, ikkiyuzlamachiligini kech bo'lsa ham baribir bir kun bildirib qo'yadi. Endi uchinchi salbiy va noto'g'ri qo'yilgan niyat bu o'tmishda bo'lib o'tgan yomon bir voqeani, sizga og'riq berib bergan voqeani ushlab olib niyat qilish. Masalan, men endi mana psixolog bo'lganim uchun oilaviy masalalarda ko'p insonlar kelishadi. Bir ayol keldi. Birinchi turmushlari bo'lmagan ekan, birinchi turmushlaridan turmush o'rtoqlari ancha-muncha bu ayolni xafa qilgan ekanlar. Ana endi ular aytayotdilarki, "Men ikkinchi marta turmushga chiqishga qo'rqaman." Nimaga? Chunki hamma er bir go'r dedilar. Endi tasavvur qiling, mana shu joyda
hamma bir men uzr so'rayman, bu gap uchun meniki emas, bu endi xalqimizdan qolgan gap, lekin noto'g'ri gap. Hamma bir go'r deyaptilar, 60dagi o'sha og'riqlari bilan birga. Ana endi shu joyda ular o'zlarini yana baxtli bo'lish imkoniyatlarini to'sib qo'yapti. Yo'q, dunyoda hamma ham yomon emas. Dunyoda yaxshi insonlar bor va ular juda ko'p. Faqat siz 60ingizga kelajagingizni bog'lamang. 60dan xulosa chiqaramiz. 60 qalbimizni qayerindir og'ritgan, yara qilgan, qirqilgan bo'lsa, keling davolaymiz, tuzatamiz. Kelajakka lekin boshqa niyat qilamiz. 60ni bog'lamasdan. Endi 4-chi noto'g'ri va salbiy qo'yilgan niyatlar bu hasad va raqobat asosidagi niyatlar. Bir-biriga solishtirish, ko'ra olmaslik, hasad qilish, nimaga unda bo'lyapti, nimaga menda yo'q degan har qanday niyatlar o'sha odamni o'zini o'rgimchak turdek o'rab, oxiri mana shu joyidan bo'g'adi va o'ldiradi. Shuning uchun hasad va raqobatga hech qachon niyatingizni bog'lamang. Va so'nggisi qo'rquvga qurilgan niyatlar. Xavotir, o'xshamasa-chi, bo'lmasa-chi, qachon menda o'xshagan, yo'q, meni qo'limdan kelmaydi, men uyalaman-da, men gapira olmayman, men qila olmayman, menda oldin ham o'xshamagan degan qo'rquv va xavotirli niyatlar ham bizning oyog'imizdagi zanjir. Xuddi bitta katta toshboshli boylab qo'ygandek oyog'ingizga sizga zanjirlik qilib turadi va siz afsuski yura olmaysiz. Mana shu yuqoridagi sanab o'tgan g'arazli maqsadlar, ikkiyuzlamachiliklar, o'tmishga bog'lash, hasad va raqobat va albatta qo'rquv asosidagi 5 turdagi noto'g'ri va salbiy niyatlardan voz kechamiz. Hamma niyatlaringizni bitta shu 5 ta kriteriy bo'yicha tekshirib chiqing. G'araz bormi? Ikkiyuzlamachilik bormi? O'tmishga bog'lab qo'ymaganmisiz? Qo'rquv va xavotirlar yo'qmi? Hasad va raqobat yo'qmi? Hammasini tekshiring va albatta niyatlaringizni sof va ekologik bo'lishligiga harakat qiling. Ha, niyatlar sof va ekologik bo'ladi. Keling, men sizga hozir endi eng chiroyli niyatlar qanday talabga javob berishini aytib o'taman. Birinchisi ular ekologik bo'ladi. O'zingizga, oila a'zolaringizga, atrofdagi insonlarga, umuman vatanimizga, jamiyatimizga, yer yuziga zarar keltirmaydigan niyatlar. Bunday niyat har doim nima deydi? Yaxshilik bilan, insonlarga yaxshilik ulashish bilan bo'ladi. Masalan, bu yil mevalar ko'p bo'lsin, mazza qilib to'yib yeylik. Qarang, mana bu yil mevalar ko'p bo'lsin. Yoki bo'lmasa, bahorda bilasizlar, bir qor yog'ib o'tadi, o'shanda bir odam aytadi: "Voy, har yili o'zi shu. Hamma mevani sovurib ketadi, qimmatchilik bo'ladi, xalq qiynaladi." Niyat ko'rdingiz farqini? Bu yil pishuvchilik zo'r bo'lsin, mazza qilib mevalarni hamma to'yib yesin degan niyat qanchalik ekologik, boyagi niyat qanchalik g'arazli va qo'rquv, xavotirlik. Ana shuning uchun niyatimizni ekologikligiga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Chunki shu niyatimiz uchun biz javob beramiz. Chunki bu niyat ekologik bo'lmasa, hammaga zarari tegadi va biz hammaga bilib bilmay yomonlik tilab, yomonlik qilib qo'ygan bo'lamiz. Yomonlik tilash yomonlik qilgandan yomon. Chunki yomonlikni kuchingiz yetgancha odamga qilasiz, 2-3 ta odamga. Yomon tilakni esa tanigan, tanimagan, bilgan, bilmagan millionlab odamlarga tilab qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz zarurdir. Ikkinchisi sof niyat. Ya'ni xolis va samimiy, ezgu maqsadlarga yo'naltirilgan niyat. Masalan, sizni bir farzandingiz homilador. Nima deysiz? Voy Allohim, jumla mo'min kim homilador bo'lsa, salamo farzandini bag'riga bossin. Shu jumladan meni bolam ham-da. Siz hammaga sof niyat tilaysiz, taniysiz, tanimaysiz, sizni u qiziqtirmaydi. Shu jumladan o'zingiz ham farzandingizga. Ya'ni niyat shu darajada sof va xoliski, o'zingizni farzandingizni oxirida so'raysiz.
Alloh meni farzandim eson o'qitilib olsin, mayli farzandimga o'xshab boshqalar ham eson o'qitilsin demyapsiz. Ya'ni avval ko'p odamlarga, keyin o'zingizni farzandingizga tilayapsiz. Endi uchinchisi, har doim nima deydi? Muvozanatli niyat. Ya'ni faqat o'zini o'ylamagan, ko'pchilikni o'ylagan, hammaga foydasi tegadigan niyatlarni muvozanatli niyatlarga kiritamiz. Va endi keyingisiki barqaror niyat. Masalan, bizni vatanimizga doimiy tinchlikni so'rab duo niyat qilish, o'sib kelayotgan yosh avlodni ongli, aqlli, vatanparvar, bizga mehribon bo'lib ulg'ayishlarini so'rab niyat qilish barqaror niyat. Ya'ni bir ikki kunlik niyatlamaslik, ularni muddati uzoq bo'lgan niyatlar hisoblanadi. Keling, endi men sizlarga mana shu har bir odamni qalbidagi niyatni ekologik va sof saqlash uchun nimalarga e'tibor berish kerakligini eslatib o'tmoqchiman. Birinchisi, albatta tahlil. Mana niyatim sofmi? Mana niyatim rostdan boshqalarga foydalimi? Bilishim uchun men albatta oldin yozaman. Yozishimiz shart. Yozganimizda niyat yaqqol, yaxlit va aniq ko'rinadi. Yozamiz, yozganimizdan keyin biz o'sha yozgan niyatimizdan o'zimizga, oilamizga, jamiyatimizga qanday foydalar borligini sanab chiqamiz. Misol uchun, mana shu bepul marafonni 5 kun o'tkazaman dedim. Bu meni ekologik sof niyatim. Men buni yozdim. Bundan o'zimga qanaqa foyda, oilamga qanaqa foyda, jamiyatimizga qanaqa foyda, men ularni yozib chiqdim. Masalan, mana hozir men oshxonada marafon o'tyapman. Xuddi shu oshxonada meni qizimlar, kelinimlar menga bug'doy qo'shilmagan maxsus non pishiryaptilar. Va shu darsni eshityaptilar. Masalan, shu darsni eshitib turib, ko'zim tushib qoldi, ha, to'g'ri deb eshityaptilar. Ko'ryapsiz, mana demak, men uyda trening o'tganim oila a'zolarimga ham foyda ekan. Hozir mana Instagramda, Telegramda umumiy mingdan oshiq odam eshityapti. Bu ham foydami jamiyatimizga? Foyda. Qo'limdan kelgancha foydali bo'laman deb niyat qilib, mana hozir marafon o'tyapman. Demak, har bir niyatni yozamiz va tahlil qilamiz. O'zimga, oilamga, jamiyatimizga qanday ijobiy foydasi bor. Ana endi agar biz o'zimiz shu narsani qilishga ikkilansak yoki aqlimiz yetmasa yoki qanday qilishni bilmasak, albatta maslahatlashamiz. Maslahatlashayotganimizda bizni bemalol ustozlik qilib boshqara oladigan insonlarga, ota-onamizga, bizdan tajribasi ko'proq insonlarga yuzlanamiz. Mana shu niyatimni ko'rib bering. Niyatimda boshqalarga yomonlik tilab qo'ymayapmanmi? Boshqalarga yomonlikni tilab qo'yib, zulm qilib qo'ymayapmanmi degan savolni beramiz. Misol, men bir ayolni bilaman, pulim ko'payib ketsa, bolalar onkologik kasalxonasidan to'rtta qurib qo'yaman dedi. Niyatni qarang. Voy, iltimos dedim. Shu banisani qurmang, nimaga deydi? Nimaga deydi? Bolalarga banisi kerak deydi. Voy, ilohim, kerak bo'lmasin deb niyat qiling. Kerak bo'lmasin. Pulingiz ko'payib ketsin deb bolalarga tekinga basseynlar qurib bering. Pulingiz ko'payib ketsin, bolalarga tekinga ularni rivojlantirishga yordam beradigan fizkultura o'yingohlarini qurib bering. Qarang, niyat nimaga kerak u kasal bolalarni kim o'ylaydi deydi. Keling, biz ularni tezroq tuzalib ketishlarini niyat qilaylik. Kasalxonalar bo'm-bo'sh bo'lib qolsin. Bo'm-bo'sh bo'lib qolsin deb maktablarga aylantirib qo'yishsin. Niyat shunaqa bo'lish kerak. Ya'ni hozir go'yoki yordam berayotganga o'xshashimiz mumkin, lekin u barqaror niyat, u uzoq muddatli niyatlarimizda albatta uni ekologikligini tekshirishimiz zarur bo'lar ekan. Endi qarangki, qancha fikr halol bo'lsa, qancha fikr samimiy bo'lsa, qancha fikr toza bo'lsa, u 3 baravar kuchli, 15 baravar sizni o'stiruvchi quvvatga ega va 7 barobar savobli bo'lar ekan. Ana shu narsani yaxshilab eslab qolishga harakat qiling. Endi har bir niyat bilasiz, bizni o'zimizga,
oilamizga, butun olamga va jamiyatga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Shuning uchun har bir niyatimizga shu darajada ahamiyatli bo'lishimiz kerakki, bu niyat meni kasal qilmasa, meni baxtli qilsa, meni boy qilsa bo'ldi degan odam bu yaxshi niyat qiladigan odam hisoblanmaydi. Niyat sizni ham boy qilsin, oilangizni ham, jamiyatimizdagi insonlarni ham boy qilsin va shunaqa boylar ko'payib ketgandan olam faqat go'zallashib boraversin. Shuning uchun meni har bitta niyatim 4 ta narsaga javob berish kerak deb o'ylang. O'zingizga, oilangizga, jamiyatga va olamga ijobiy ta'sir berish kerak. Demak, biz bugun niyatning kuchi haqida gaplashdik. Niyat qancha ijobiy bo'lsa, inson sog'lom bo'ladi. Niyat qancha ijobiy bo'lsa, inson shuncha baxtli bo'ladi. Niyat qancha foydali bo'lsa, insonni jamiyatdagi o'rni, hurmati, mavqei baland bo'laveradi. Endi qancha niyat zararli bo'lsa, boya sanab berganimdek-da, shu 5 ta zararli niyatlar insonni qalbida yashasa, demak bu inson bugunni o'zida minglab insonlarga yomonlik qilayotgan bo'lar ekan. Shuning uchun keling har birimiz niyatlarimizni sofligiga, uni ekologikligiga, bizni qadriyatlarimizga mos keladimi, yo'qmi bilishga ahamiyatli bo'laylik. Zero niyat bu taqdirimiz chiziqlaridir. Mana bugungi mavzuyimiz niyatning kuchi deb nomlangan edi. Sizga mavzu ma'qul keldimi? Hozir yozish imkoniyatini ochaman va mana shu bugungi darsimizni aynan qaysi qismi sizga ta'sir qildi? Qaysi bir gap yoki qaysi bir ibora yoki qaysi bir qoida sizni qalbingizda muhrlanib qoldi? Shu haqida bo'lishsangiz xursand bo'lardim. Marhamat, mana yozish imkoniyatini ochib qo'ydim. Bugungi darsimizdan olgan insightlaringlar va xulosalaringlarni yozsanglar. Pragadan ham bizni kuzatishayotgan ekan. Va alaykum assalom. Salbiy fikrlar salbiy energiya chaqiradi, undan ta'sirlansak salbiy natija beradi deganingiz hammi? Niyat qarzdan qutulish uchun bo'lmaydi. Niyat moliyaviy farovon bo'li deb bo'ladi. Ana endi tasavvur qiling, niyat men moliyaviy farovon bo'li degan bo'lsa, moliyaviy farovon odamda qarz qoladimi? Qolmaydi. Demak, agar men faqat qarzdan qutulay degan niyat qo'ysangiz, faqat qarzingizdan qutulasiz, yana pulingiz bo'lmaydi. Yana qarzga kirishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz niyat qilayotganda men saxiy boylardan bo'lay, moliyaviy erkin bo'lay deb niyat qilishimiz kerak. Ana shunda puldan ham qarzingiz bo'lmaydi. Zapis tashaladi. Vaqtida kirsangiz yana ham xursand bo'lardik. Assalomu alaykum ustoz, 6 yildan beri sizda o'qisam doim yangilik olaman. Bugun ham yangilik olganim niyatni tahlil qilish bo'ldi. Rahmat Muhayyoxon, rahmat xolis fikr uchun. Sof niyat qilish menga yoqdi. Rahmat. Niyatni ekologik toza ekanligini hech ham o'ylab ko'rmagan ekanman. Sizga katta rahmat. Aynan shuni anglatganingiz uchun rahmat sizga ham. Xo'p, juda ham to'g'ri gaplarni niyat to'g'ri kechirish va kechirish kerakligini tushundim. Niyatni qanday qo'yishni o'rgatdingiz. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat hammamizdan. 6 yildan beri tanigan bo'lsam, hammasiga erishdim. Rahmat. Siz sabab erishganman. Men faqat sababchi, bergan Alloh. Rahmat. Tak. Assalomu alaykum. Men vebinarni oxirida kirib qoldim. Yozilib olingan yo'qmi? Juda foydali bo'lganga o'xshaydi. Oxirgi 2 minutini eshitib qoldim. Yozildi. Beraman zapisni. Beraman. Xudo xolasa. Telegramda zapis yoqish esma tushib qolibdi.
Endi Instagramdan skachat qilib Telegramga qo'yamiz, xudo xohlasa. O'zini isloh qilmagan inson niyatlarga erishib bo'lmasligini o'rgatibsiz uchun rahmat. Sizni hurmat qilaman. 18 yosh qizlarga kelajakdagi niyatlarni ziyodasi bilan erishishlarga kurs bormi? Bor. Ertaga aytaman. To'g'ri niyat qilish o'rgandim. Rahmat. Hammasi uchun rahmat. Sizlarga rahmat. Kirganinglar uchun, eshitganinglar uchun. Tak, biz kurs ochmaymiz, qizlarjonlar, aziz kuzatuvchilar. Biz jonli maktablar ochamiz. Xabaringlar bor. Xudo xolasa biz hozir viloyatlarni tanlayapmiz. Qaysi viloyatlarda jonli darslarimizni ochishimizni, jonli maktablarimizni biz Buxoroni tanladik. Toshkentni tanladik. Yana 3 ta joy bor. Eng ko'p ovoz yig'gan viloyatlarda ochamiz. Men o'qiyman degan azizlarimiz bo'lsa, marhamat o'z viloyatlarini bugun yozib qoldirishlari mumkin mana shu video ostiga va biz eng ko'p ovoz yig'gan viloyatda albatta jonli darslarni ochamiz. Endi savol tug'ilishi mumkin. Qanaqa qilib siz jonli ochasiz deb. Masalan, deylik haftada 7 kun bor. Yakshanba bu oilamiz kuni, unga tegmaymiz. Shanba kuni bizni Toshkentda ustoz shogird maktabimiz bor, unga tegmaymiz. 5 kun qoldi. Mana shu 5 kunni biz 5 ta yangi ochayotgan maktabimizga beramiz. Masalan, deylik biz chorshanba kunni Buxoroga deb belgilasak, masalan, misol uchun. Demak, har chorshanba kuni ertalabki reysda men Buxoroga uchib ketaman. Buxoroda kun bo'yi maktab o'taman. Haftada 1 kunda va kechqurungi reysda men demak Toshkentga uchib kelaman. Payshanba kuni deylik boshqa viloyat bo'lsa, o'sha boshqa viloyatga xuddi shunaqa borib kelaman. Jonli maktablarimiz shunday ochiladi. Xo'p, tak. Savolga javob bering degan narsaga ko'zim tushdi, lekin ko'ra olmay qoldim qaysi. Tak, Qashqadaryoda, Samarqandda, Assalomu alaykum opajon, niyat qilishda avvalambor hammaga so'rab, keyin o'ziga so'rash ham sof niyatlardan ekan. Shunday tushundim, to'g'ri tushunibsiz. Voy, Qoraqalpog'istonda ham ochish niyatim bor, xudo xolasa. Qarang, assalomu alaykum. Katta krediti bor erimni hamma krediti borlar osongina qutulishsin deb niyat qilsa bo'ladimi? Yo'q. Bu juda kichkina niyat. Qarang, kreditdan qutulish bilan sizni holatingiz o'zgaradimi? Yo'q. Keling, undan kattarog'ini niyat qilamiz. Niyat kattaroq bo'lsin-da, shuning ichida kredit ham yopilib ketsin. Xuddi boya qarzi borga qanday tavsiya berdim? Saxiy va solih boylardan bo'ling. Saxiy va solih boylardan bo'lgan odamda qarz bo'ladimi? Yo'q. Demak, krediti borlar qanday niyat qilish kerak? Dunyoda boylar ko'paysin. Shular jumlasidan men ham daromadim mana buncha miqdordagi boy bo'lay-da. Yoki bo'lmasa dunyoda saxiy boylar ko'paysin, shular qatorida men ham saxiy boy bo'lib, mahallamizni yo'lini asfalt qilib qo'yib, yangilab qo'yib, maktabimizni ta'mirlab beray degan niyat qo'ysa odam, maktab ta'mirlaydigan, yo'l asfalt qiladigan odam krediti bo'ladi, bo'lmaydi, yopib yuboradi. Demak, biz juda o'zimizni muammoyimizni yechishgagina qaratilgan niyat qilmaylik. Bizning niyatimiz kengroq bo'lsin, kattaroq bo'lsin. Ana shu katta niyat ichida bizni hozir qiynab turgan va yuragimizga ozgina xavotir solib turgan niyatlarimiz yechilib borgan bo'lsin. Ana shunaqa katta niyatni o'ylashimiz kerak ekan. Va rosa Samarqanddan ko'p ekanmi? Samarqanddagi filialimizdagilar bir ko'rishsa bo'lar ekan. Mashina olish uchunchi. Mashina olishga qanaqa niyat qilamiz? Kim yozadi? Mashina olish uchun qanday niyat qilishimiz mumkin?
2 yil oldin kursingizda o'qib, alhamdulillah oldimga qo'yilgan barcha maqsad va orzularimga erishdim. 2 yilda mashalloh. Opajon, stressdan chiqishni o'rgating. Ertaga kakras biza xudo xolasa 3-marafonimiz 3-kuni juda ajoyib dars o'tamiz qalb sofligi haqida. Qarang, mana Sitoraxonning xabarlari. Assalomu alaykum sevimli ustozim. Ustoz, men bir necha onlayn kurslaringizda qatnashdim, ammo shaxsiy hayotimda va yaqinlarim bilan ham munosabatlarimni, eng muhim hayotimni ijobiy tomonga o'zgartirishga juda ham qiynalyapman. Yashashdan maqsadim ham qolmayapti. Ko'zimga na ota-onam va na farzandlarim ko'rinishyapti. Nima maslahat berasiz? Maslahatim bitta va doim u bir xil. Qatnashishni o'zi yetarli emas. Biz nimani eshitsak, olib, amal qilib, natija olmagunicha takrorlashimiz zarur. Siz yozib yubora olasizmi, Sitoraxon? Nimani o'rgandingiz, nimani tushundingiz, nimaga amal qildingiz va qanday natija oldingiz? Bilasizmi? Natija faqat amal qilingan holatdagina keladi. Qatnashgan, eshitgan, o'rgangan holatda bo'lmaydi. Biz tushunamiz, anglaymiz, lekin bajarmaganimizda nima foyda bor? Nima foyda bor? Masalan, siz qo'y yog'i, qo'y go'shti deb zira guruchdan osh damlang, lekin yemang, qorningiz to'yib qoladimi? Siz uni ko'rdingiz, o'zingiz pishirdingiz, qo'ydingiz, suzdingiz, lekin yemadingiz, qorningiz to'yadimi? To'ymaydi. O'sha ochlik hissi sizni qiynayveradi. Onlayn kursda o'qiysizmi, jonli kursda o'qiysizmi, kelib o'tirib darsda qatnashish hayotingizni o'zgartirib qo'ymaydi. Siz uni olib bajarishingiz kerak. Ana o'shanda sizda natija bo'ladi. Bu achchiq, lekin eng to'g'ri haqiqat. Xo'p, bugungi qanday ozdingiz? Qanday ozdim? Mayli, sizlarga aytaman. Bilasizlar, men bir necha yildan beri, 1 yil emas, 2 yil emas, bir necha yildan beri o'zimni salomatligim ustida juda ham jiddiy ishlayman va o'zimga foydali bo'lgan mahsulotlarni tanishga, tanlashga o'rganganman. O'tgan yil 2024-yilda aprel oyida 26 yoki 16-aprel oyida so'nggi bor bug'doy yeganman. Ya'ni bug'doy mahsulotidan un tayyorlanadi. Ana shu bug'doy solingan un bironta narsa solingansa yemayman. U lavashdir, u xonimdir, mantidir, nondir. Bug'doyi bor bo'lgan bironta narsani yemayman. Uni o'rniga meni qizim organik nonlar pishirib beradi, organik pishiriqlar pishirib beradi. Men o'shalarni yedim va 1 yilda 17,5-18 kilo ozdim. Ozganimda ham tarang, mana ko'pchiliginglar yuzingni torttirdingmi, yo'q, hech nima qilmagan, mana yuzim yumshab yotibdi, lekin osilmagan. Hech qachon osilmagan, bir maqtanib qo'ying, kelini sho'ttalar. Alhamdulillah, o'sha osilmasdan sog'lom, ranglarim tiniq bo'lib ozdim. Alhamdulillah, hamma joyi, hamma narsam joy-joyida, hamma yog'im o'zimga yoqadi va bugungi kunda men bug'doy yemayman. Xolos, gazli ichmayman, shira yemayman, bug'doy yemayman. Bo'ldi. Ko'proq oqsillarga va kletchatkalarga murojaat qilaman. Mana shu ozganimiz siri shu. Tushunarli, niyatni amalga oshish vaqtini aniqroq so'rash kerakmi? Masalan, saxiy, ehsonsevar boy insonlar tez kunlarda ko'paysin. Shular qatorida erim ham shunday boy bo'lsa, albatta, shu kecha kunduzda deb so'rang, Allohga oson. Shu kecha kunduzda deb so'rang. G'ijduvon tumanidan kuzatyapman. Rahmat.
uy olish uchun qanday niyat qilish kerak? Bu juda oson. Allohim hammaga o'zi xohlagandek chiroyli manzil makon bergan. Shular qatorida ham bizga dinda qanday uy xohlayotganingizni ayting. Ana niyatingiz sof bo'ladi. Qanchadan qancha insonlarga uy tilayapsiz, o'zingizga ham uy tilayapsiz. Xullas azizlarim, marafonni bugungi ikkinchi kuni ham ajoyib o'tdi. Hammamiz hozir niyatlarimizni yozamiz, tahlil qilamiz. Darsni videosini qo'yaman, uni kuzating, eshiting, niyatingizni ekologikligini tekshiring va albattaki agar niyat qo'yishga qiynalsangiz, savol yozing direktdan, telegramdan, biz sizga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Hammalarga rahmat. Osmonlar qadar yaxshi ko'raman, bilasizlar hammalarni va sof niyat bilan ertangi yo'q aytmayman mavzuni, faqat bitta qismini aytaman. Qalb sofligi mavzusiga sizlarni taklif qilaman. Chunki ertangi darsimiz mayli ayta qoling emotsional gigiyena va qalb sofligi deb nomlanadi. Juda ham ajoyib mavzu. Bizni qalbimizni tozalash, gigiyena qoidalariga faqat tanamizga emas, balki emotsiyalarimizga ham tegishli ekanligini ertaga o'rganamiz. Hamma tanishlaringlarga bugungi video darsimizni yuboringlar va bu bilan ularni ham niyatlari sof, ekologik, toza va hammaga birdek xolis niyat bilan bo'lishligiga hissamizni qo'shaylik. Omon bo'linglar, ertagacha o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Hammanglar Allohning panohiga. Sog' salomat bo'linglar.